Siz erga tegdingiz, lekin uyda yana bitta kundosh ayol bor nazaringizda. Ya'ni eringizni ham onasi talashadi, ham siz talashasiz. Ya'ni eringiz bilan endi yaqin munosabat qilaman deganda qaynanangiz har doim sizni nazorat qiladi, ish bilan ko'mib tashlaydi. Va mana shu yerda nega meni erim himoya qilmaydi, nega meni oldimda emas, nimaga u har doim onasini oldida degan tushunchalar sizni qadrsiz his qilishingizga sabab bo'lishi mumkin. Keraksiz his qilishingizga va resursingizni yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Lekin siz mana shu munosabatni gap o'zimda, o'zim yomonman, o'zim qanaqadir neto'man deb menga shunaqa munosabat qilishyapti deysiz, yoki ular yomonki menga shunaqa munosabatni qilishyapti deb siz har doim o'sha uchburchakda aylanib yuraverasiz va yechim topa olmaysiz va bu oxir oqibat sizni agressivniy, g'azabkor, emotsiyalarini his qilmaydigan, jahldor va libidolari tushib ketgan ayolga aylantirishi mumkin. Agar siz mana shu muammolardan qutulishni istasangiz, men sizga hozir va shu yerda transformatsion kursimni tavsiya qilaman. Agar sizga bu kurs haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyalarda bir raqamini qoldiring.